Yaqinlaringizning mazasi bo'lmay qoldi. Siz tibbiy yordamga murojaat qildingiz va ular kelgunga qadar uyda qilinadigan chora-tadbirlar haqida bilarmidingiz? Demak, bu video siz uchun. Avvalo, o'zingizni tinchlantiring va bemorni tinchlantirishga harakat qiling. Bemorda umumiy holsizlik kuzatilsa yoki bosh aylanishi bo'lsa, birinchidan, bemorni oyog'ini biroz balandroq qilib yotqizamiz. Tor kiyimlarini bo'shatamiz. Xona havosini shamollatamiz va bemorga kam-kamdan iliq suv berishimiz mumkin. Agar uyda qon bosim o'lchagich bo'lsa, arterial qon bosimini o'lchaymiz. Bemorda ko'krak og'rig'i kuzatilsa, birinchidan, bemorni yarim o'tirgan holatga keltiramiz. Ikkinchidan, toza havoni ta'minlaymiz. Uchinchidan, bemorga kuchli harakat qildirmasdan tinchlantirib yotqizamiz. Aslida bu bemorlarda yonida har doim shifokor yozib bergan tabletkalar bo'ladi va ularni bemordan so'raymiz. Agar o'zlarining yonida bo'lsa, o'sha tabletkadan bitta ichirib qo'yishni tavsiya qilamiz. Agar bemorda qusish, ich ketishi yoki zaharlanishga o'xshagan holat kuzatsangiz, bu holatda bemorni yonbosh yotqizib qo'ying va hech qanday chora ko'rmasdan shifokorlar kelishini kuting. Aks holda bu holat salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu kabi bepul maslahatlarni olishni istasangiz, Sir Kardio Servis kanalini doimo kuzatib boring. Ha aytgancha obuna bo'lishni unutmang.